Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi harbiy xizmatchilari va kursantlari tashabbusi bilan Toshkent shahri Uchtepa tumanida dolzarb 60 kun profilaktik tadbirlari doirasida Toshkent shahri Uchtepa tumani aholisi va bolalar ishtirokida maxsus yong'in qutqaruv avtomobili yordamida tashkil etilgan favvoralar shousi bolalarga unutilmas lahzalarni tuhfa etdi. Jazirama yoz kunlarida suv favvorasi ostida tashkil etilgan qiziqarli va ko'tarinki ruhdagi dastur bolalarning quvonchiga quvonch qo'shib, ularning yozgi ta'tilini yanada mazmunli va esda qolarli o'tishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga mahalla aholisi, ota-onalar va bolalar o'rtasida favqulodda vaziyatlarni oldini olish, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish, zilzila sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish, aholini xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilish tartibi, jazirama issiq sharoitida ehtiyot choralarini ko'rish, taqiqlangan va nazoratsiz suv havzalarida cho'milmaslik hamda suvda xavfsizlik qoidalariga amal qilish yuzasidan keng qamrovli profilaktik tadbirlar ishlari olib borildi. Mana ko'rib turganimizdek, bolajonlarimiz juda xursand, hamma xursand, aholi chiqqan, hamma xursand, shod bo'lib turibdi. Bunaqa issiq havoda sun'iy favvora tashkil qilish bu juda bir yaxshi taklif. Bolajonlarimiz juda xursand bo'lyapti. Issiq havoda uyda o'tirish emas, balki tashqarida o'tirib, shunaqa yaxshi sun'iy favvora tashkil qilib, mazza qilib dam olishyapti. Mana bolalarni olib chiqib mazza qilishyapti. Bunaqa issiq kunlarda bolajonlarimizga albatta mana shunaqa salqin, muzdek havolar juda ham yaxshi bo'lyapti. Xursandmiz. Yana kelinglar Uchtepa tumaniga. Shunaqa ko'ngilochar tadbirlarni yana ko'pini qilinglar. Bundan ham chiroyli, bundan ham yaxshi bolajonlarimiz uchun sharoitlar qilib berganingiz uchun hammalarga katta rahmat deymiz. Tadbir yakunida bolalarning quvonchga to'la chehralari, ota-onalar va mahalla aholisining samimiy minnatdorligi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan bunday tadbirlar xalqimizning kayfiyatini ko'tarish bilan bir qatorda ularning xavfsizlik madaniyatini oshirishga xizmat qilayotgani yana bir bor namoyon etdi. Kayfiyatlar qanaqa bo'lyapti? Yoqyaptimi sizlarga? Ha, zo'r. Qalay bo'ldi sizga? Yoqdimi bunaqa favvoralar? Yana bo'lib turishini xohlaysizmi? Ha, yana bo'lishini xohlayman. Hozir juda zo'r bo'lyapti. O'rtoqlaringiz bilan mazza qilib o'ynadingizmi? Ha. Bugungi kun hammasi uchun juda ham, ayniqsa onalar uchun ham juda ham manzur bo'ldi. Rahmat hammalariga. Bolalarning quvonchi cheksiz. Chunki o'zimni bolam ham uyda edi. Videoni ko'rsatishim bilan ijod shamani birdan tushib ketdi. Hammasi mazza qilishyapti. Bularni shovqinidan, ovozidan bilishimiz mumkin. Mazkur bolajonlarga betakror shodlik ulashayotgan favvoralar shousi shiori ostidagi challengelar joylarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi jamoasi tomonidan muntazam ravishda davom ettiriladi. Tinch Baxtiyorjonova, Mirsaid Aripov, Joyda informatsion dasturi uchun.